Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, bugun men sizlarga un qopidan, bo'shagan un qoplardan sumka tikishni ko'rsatib bermoqchiman. Katta bozor sumkasi. Ko'p kiyimlarni ham solib qo'ysa bo'ladi. Adyol va shunga o'xshagan narsalarni, qishki kiyimlarni solib qo'ysa bo'ladi. Bozorga ishlatsa bo'ladi. Bozorda sotiladigan mollarni taxlab solish uchun juda qulay. Buning uchun bizga 108 ga 60 un qopidan foydalanamiz. Un qopini bo'yi uzunligi 108 santimetr, eniga 60 santimetr. Biz buni gazda pichoqni qizdirib olib, qizigan pichoq bilan kesib olamiz qoplarni. Qoplarni 2 qavat qilib olamiz. Va qoplarni kesganimizda agar titilib qolsa, shag'am yordamida uni kuydirib, eritib tekislab olamiz, chetlari titilib qolmasligi uchun. Endi buning uchun bizga 2 metrli zamok kerak bo'ladi bizga buning uchun. Sumkani zamogini qo'yishga va sumkani ko'taradigan bog'ichlarini enini 10 santimetr, uzunligini esa 108 santimetrda kesib olamiz. Bunaqa bog'ichdan bizga 2 ta kerak bo'ladi. 2 ta kesib olamiz. Va uni sumkani yon qismlariga joylashtiramiz tikib. Kanalimiz rivojlanishi uchun podpiska bosing. Agar yoqsa mabodo layk bosing, qo'llab-quvvatlang. Mehnatimizni baholang. Ketkazgan vaqtimizni baholang va o'zingizni ketkazgan vaqtingizga ham rozi bo'ling.